urishyapsan, ushsasan. Siz Gayret Ahmet'in? Ha, G'ayrat Ahmedov. Yürüsün. Ha. Salam dadajon. Ya. Salam dadajon. Salom dadajon. Ha, institutda qora qiz bilan sevgi oqibatmashi bolalarim. Oppa senlar. Shoshmaydir mana. Mana Anjan doktor. Biz Anjanliklar Anjan doktor. Ha. Endi senlarni uyga olib borolmayman. Nima qilsam ekan? O'zbekchilikda xullas degan otalik burchim. Senlarni uy joy qilib bersa kerak, to'g'rimi? Xo'sh. Xayrulla Hamidovmi? Milliard House. Ketmas, hozir kelaman. Voy. Necha odam ko'p bu yerda. Alloh. Milliard House qurilish kompaniyasi endi milliy nomi ostida yurtimizga sifatli va ishonchli uylarni bitkazib topshiradi. Yangi, o'zgacha uslubdagi milliy loyiha. Rostana. Hey, yoqqa yuringlar, bittasiga aytish kerak. Yuringlar bu yoqqa. Yuringlar. Bu loyihamiz Andijon shahrining eng mashhur lokatsiyasi. Birinchi kichik dahada, ya'ni issiqlik manbai oldida joylashgan. Men bilan yuring. Biznes klassdagi xonadonlar. Umumiy 408 ta xonadon. 1 xonali, 2 xonali hamda 3 xonali xonadonlarimiz mavjud. Xo'sh, qalay? Zo'rmi? Hozir 2 yil hadeganda o'tib ketadi, bo'ptimi? Mana shu yerga o'zbekcha uylab qo'yaman senlarni, bo'ptimi? Oshniyni ham. Axir bolalar qora tug'iladi-ku. Qora tug'ilsa nima bo'pti? Zato inglizcha o'rganib olamiz, bo'ptimi? Haqiqatdan ham qulay lokatsiya. To'lovlar. Bosh to'lov 15%, oylik to'lov muddati 75 oy. Halol nasiya, hech qanday kreditlarsiz. Bundan oshiq 1 so'm ham to'lamaysiz. Ota bola topishdingmi? Ana endi yuvamiz uni. Hozir oshga borib, ha? 5 ta, ha? Yo'q, arakorom. Haqiqatda ishondim. Denkasiz ham meni bolalarim ekan. Haram deyapti, ko'rishdingmi? Meni bolalarim. Milliard House'dan milliy loyiha. Biz sizlarni kutamiz.